Boys O'zbekiston futbol muxlislariga media futbol tushunchasini olib kirdi. Olib kirish ham gapmi? Biz o'z muxlislarimiz bilan bir oilaga aylanib qoldik. Shu paytgacha Toshkentda muxlislarimiz bilan juda katta o'yinlar o'tkazdik. Undan tashqari biz Namanganda ham o'yin o'tkazishni ulgurdik. Chet eldagi o'yinlarimiz haqida gapirmasak ham bo'ladi. Qirg'izistonda Barselona stadionidagi o'yin va Bishkekdagi chempionlik. Qozog'iston Astana Arena stadionidagi nerealniy o'yinlar. Italiya esa legendarniy voqealarga boy bo'ldi. Italiyadagi ishtirokimizni butun O'zbekiston bizni qo'llab-quvvatladi. Endi navbat Buxoroga. 30-mart kuni Buxoro Akademiya stadionida soat 3:30 da Unwanted Boys Rossiyadagi Brok Boys jamoasiga qarshi chiqadi. Biletlar atigi 15 ming so'm turadi. Bemalol stadiondagi kassalarda xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Biletlar o'yindan bir kun oldin sotuvga chiqadi. Buxoroda nerealniy shou ko'rsatamiz. Aytgancha biz sizlar uchun juda zo'r sovg'alar tayyorlab qo'ydik. Hammanglarni stadionda kutib qolamiz.